Endilikda sizlar bilan Tiggo 7 Pro Premium avtomobilining video obzorini ko'rib o'tamiz. Qani, unda boshladik. Ushbu avtomobilimiz 1.5 li turbina motor, 140 ot kuchi, 4 porshali sepli motor bilan jihozlangan. Shaharda ichida 7,5 litr, dalnida 5,5 litrgacha rasxod qiladi. 92 plyus propanda mashinamiz bemalol harakatlanadi. Ushbu avtomobilimiz balon hajmlariga keladigan bo'lsak, 55 ga 18 lik 8 diskali bilan jihozlangan. 360 kamera, beskulchoy dostur. Salonlarni ham bemalol ko'rsatsangiz bo'ladi. Salonlarda ko'rishingiz mumkin. Salon podsvetki, multimedia sxema deysiz, cruise control, multimedia, elektronika rul, splashnoy monitor. Ushbu avtomobilimiz 3 xil rejimda harakatlanadi. Eco, Sport va normal. Ko'rib turganingizdek, polni panorama tomlar bilan jihozlangan. Xo'p, orqalariga keladigan bo'lsak, orqalari ham polni salon podsetka bilan jihozlangan, podstakanchik, podlokolniklarigacha bor. Hozirgi kunda ushbu avtomobilimizda 344 million 900 da tan narxi turibdi. Buni bemalol foizsiz yo'nalishda ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bagaj qismlarini ham alohida ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, elektronika bagaj, hammasi elektronika. Orqada shtorkalari bemalol bu ham 5 kilogacha narsa ko'tarib beradi. Bagajlar ham ancha katta. Bemalol sedandan yotqizadigansiz, bagaj hajmingiz 1,5 ga оборудованияda bo'ladi. Hozirgi kunda ushbu avtomobilimizda minimal 25-30% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddat oralig'ida foizsiz bo'lib to'lashga olib chiqib ketishingiz mumkin. Agar xohlasangiz 344 million 900 lik avtomobilni 25 million so'm foydada bank yo'nalishi qilib ham olib chiqib ketishingiz mumkin. Barchangizni Ademaster Chera Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Sizdan talab qilinadigan narsa esa bitta boshlang'ich to'lov va bittagina pasport. Kelasiz, birdan o'zingizga xohlagan rangingizdan birdan o'zingiz nomingizga rasmiylashtirib olib chiqib ketasiz.